Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Bugünkü bu temimiz derstin ayarın bir alaydırak tema. Çünkü kolumuzda bir parça, küçük bir aynı vaxtıda yazılgan bir xat çek vardı 1996 yılı. Bu xat Kaşgar'daki meşhur at ustazımız Abdülhamid, yani Abdülhamid Damullam'nınki özünki oğlu yazgan aynı vaxtıdaki bir xat. Bu xat qadimqi Chag'atay tilini asos qilib yozgan. Chunki bu odam ayni vaqtida Qashqarniki shu xalq madrasasiniki ayni vaqtda ustozlarda, Domesda o'qigan. Biz Abdulhamid Damullamniki hayoti bilan nihoyatda cho'nqur tanishib chiqish uchun biz ayrim bir tema qilib to'xtalamiz keyinchalik. Lekin biz bugun bu odamniki shu o'zi bir ahli ilm, ulamo bo'lish bilan birga anlatılığı bo'lgan bu odamniki sevgisi, anlatılığı bo'lgan bir muhabbeti izhar qilingan bir xatchekni saymanlarga sunib o'tamiz. Bu odamniki ikki o'g'li, bir qizi shu nimada Saudiya Arabistonda o'qigan. Hamda tunji bo'lib o'ziniki bolalarini Qashqardan chet elda o'qitish uchun dastlab qadamda qadam olgan ustozlardan bu. Abdulhamid Damullam o'zi aynı vaqtlarda o'qigan vaqtida Qashqarda Buloqsuvda o'qigan yerlik madrasalarni. Buloqsuvda Ismoil Xalpitim degan bir odamni o'qigan. Bu Ismoil Xalpitim degan ayni vaqtida Qashqar davlat bog'liq odam bo'lib, bu odamni xalq madrasasida yilda odam o'qish bitgan vaqtida bularni jutlarga bo'ladi ekan. Biz davlat bog'liq Qashqarlik odam bo'lib, o'sha odamni Buloqsuvniki Jingchika deydigan bir jutga bo'lganda, shu yaniki diniy ishlarga mas'ul bo'lsa, bu adam şu Jingchikaga yurtga ko'chib berib, oila tavobatini elib, shu yerda tug'gan bu odam. Turib shu yerda madrasa ichib, bola tarbiyalab qilgan. Bu ayni vaqt bu 1950 dan oldi keyindik 30-40 shu mezgillarda bo'lgan voqealarda, shu yildan oldi keyinda. Dastlab savodni bu odam shu Ismoil Xalpitimda o'qigan 7-8 yosh vaqtlarida. Bu bugungi kunda Buloqsuvniki ikkinchi darajasiga to'g'ri keldi. Bundan keyin Abdulhamid Damullamning dadisi Tashmiliq olib bergan. Tashmiliq ayni vaqtida Qashqarniki eng markaziy, muhim yerlarniki biri. Nimishqa degan vaqtida birinchidan Qashqarda har qanday bir siyosiy to'qinish bo'lsa, bu siyosiy to'qinishniki ot, uloq, cho'ng askariy bazalar asosan shu Buloqsuv, Qashqar, shu Oqsab baza bo'ladi. Chunki bu Buloqsuvdan, Tashmiliqdan o'tgan vaqtida O'ytoq orqali Taşqo'g'on orqali chet elga chiqatkili bo'ldi. Yordamni mo'shda og'il bo'ldi. Ham bu burunqi qadimiy karvon yo'li haramga manglagan cho'ng. Shunlashqa bu Tashmiliqdan nihoyat katta buyuk ulamolar nihoyat ko'p chiqqan. 1910-yili shu yerda Ibn Qayyim Javziyniki Zadul Ma'ad nomli kitobi Tashmiliqdagi madrasada dars qilinganligini men bir kitobchida, bir tarixiy kitobda ko'rgan. Demek biz İbn Qayyim Javziyniki kitaplarıyla biz hazır kadar tığı tanışmaganlarımız nait köp. İbn Qayyim Javziyni tanımaganlarımız. Ama İbn Qayyim Javziyning İbn Taymiyyahning şagirdi şu adamning şu Zadul Ma'ad kitabını şu Tashmiliqda ders qilingan 110 yil burun. Demek bu yani ki şu devirdeki ilmi asasınki ne kadar hali kuchli ekanligini ko'rsatdi. Demek Abdulhamid Damullam ikinci o'qishini şu Tashmiliqda İsmoil Mevlevi degan kishida o'qigan. Bu İsmoil Mevlevi o'zi Hindistonda o'qigan katta buyuk ulamolardan bo'lib, ayni vaqtdagi Hindiston Angliya urushi qatnashgan. Hindistonda o'qib kelgandan keyin Tashmiliqda madrasa ochgan. Tashmiliqniki bunda O'ytoq chiqtirgan, ya'ni O'ytoq bo'lgida bu odamga cho'ng bir maktab silinib shu yerda yozda bolalarni O'ytoqqa chiqtirdi. Qishda Qashqarga inib keladi yoki Tashmiliq bozoriga inib keladi. Bu O'ytoq hozir bek cho'ng sayohat markazi, Chekiraq deydigan bir sayohat markazi bor. Ya'ni shu atrofida bo'lganda bu maktablar. Abdulhamid Damullam shu yerda o'qigan. Keyin Qashqarga inib kelib, Qashqarda Zaynul Abidin Mavleviyda, Qashqarning ayni vaqtdagi danglik ustozlarda o'qigan. Demak, bu odamniki oq jihatdan ko'rinishi, oq taraf ko'rinishi asosan madrasa hayotida ko'proq o'qigan. Bugungi bu sizlarning saymanlik sunmoqchi bo'lgan bu qo'l yozmasi 1996 yili o'ziniki bolasiga avatgan
ana tilini qadrlash haqidagi bir nurg'un nasihatlar bor. Buningdan faqatlam shu ana tilga munosabatli tarbiyalam suratli qilib yo'lladik. Bu adam o'zinki bolalarga xitob qilib shundoq deydi. O'zinki bolasi Nurullo Abduhamid, Fayzullo Abduhamid. Birisi Madina Islom universitetida o'qigan, birisi Makkadagi Haram institutida o'qigan, undan keyin Jidda Abdulaziz universitetida o'qigan, undan keyin Ummul Qura universitetidagi hadis fakultetida o'qigan. Bu xatni yozgan vaqt shu Abduhamid tamomlamniki Qashqarda ayni vaqtida shu an'anaviy milliy an'ana bo'yicha islom örf odati adab axloqi markaz qilingan bir maktab qurgan. Shuning sharoiti bo'yicha. Bu maktabda faqat tibobat, nurg'un chet el tillari, arab tillari degandek, sestralik, doktorlik va hokazo xilma-xil kasblar o'tilgan. Doktorlik kasbi 5 yil, til kasblari 3 yildan davomlashadi. Shu paytlarda yozgan. Mush xatni yezib 2 oydan keyin bu maktabni taqib etgan vaqtimda. Demak, bu adam mush maktab orqaliqmi, mush Uyg'urniki milliy ma'rifini yuqori ko'targan vaqtida dinni millatni saqlab qoladi, saqlab qolib bo'ladi degan nishon bo'lg'achqa Qashqarda tunji bo'lib shu paytlarda ko'lamlashgan bir maktabni bino qilib, bu maktab yana 6 yil, 7 yil umr ko'rgandan keyin taqilib ketgan. Bu maktabning taqilish ichki ishlariga hammasiga biz shohid. Bu adam bu xatda mushtaq deydi. İkkinlarning diyori muqaddasda bo'lishqa, ya'ni Makka, Madinada bo'lishqa avval Qodir Taala va taqaddasning ondan qolsa Shayx Hojim asos solgan dedi. Shayx Hojim degan shu Makkada Shayx Talal deydigan bir doktor bor. Makkada bir qozi mahkamda ishlagan, bir juma masjidningki xatibi bo'lgan. Hozir bu adam. Bu adam mana shu 1984, 85, 83-yillar bo'lgan vaqtida Qashqarda ayni vaqtida damullarni izlab ko'rishgan. İzlab ko'rishishning sababi mundaq keldi. Asli bilmaydi ekan to'q. Qashqarda bu boshqa Qashqarning shu vaqtdagi boylari va ulamolari bir otishliga sayl sayohatlik olib turibdi-da, Shayx Talal tunji qatim bo'lgan vaqtida. Bo'lgandan keyin mishada batmazhab bid'atchi Abduhamid deydigan birisi chiqdi. Bu shu nurg'un xalqni bo'lib etdi degandan keyin qanday qiladi desa, bu omilni joriy deymiz deydi, siqat olmaydi deb nurg'un shu sunnatga xilof ishlarni bu sanab o'tgandan keyin o'sha odam bilan bir ko'rishib boqay debdi-da. Ko'nglida bu xo'shaqqan gap bu Shayx Talal bu gaplar. Biz anglamagan gaplar bor, buning kallasida borkana deb. Shu damullar bilan ko'rishib, shu vaqtida bir paranglashib, damlam bu odamniki ko'ngliga yoqib qolgan ekan. Shayx Talal shu vaqtda 30 yosh bo'lgan vaqtda. Shu mezgildan tortib bu odam bilan aloqa qilib, kim bir bolalarini o'qitay deb shu maslahatni berilib. U vaqtida bir chet elda bola o'qitish xiyoli bo'lsin. Shuni deydi, Shayx Hojim deydi. Avval Allah, andin Shayx Hojim asos solgan. Buningga qattiq ko'z yumishqi bo'lmaydigan bir haqiqat. Mayada endi bolalarga bir xil vafodorlikni o'rgatyapti. Bu bir islomdagi nihoyat muhim, ajoyib bir isil bir axloq. Kunimizda biz vafosizlik, tuzkorlik, nurg'un nachar bo'lgan qilmishlarga shohid bo'layapmiz. Endi ikkinchi bosqichda bu dadamiz o'zining bolasiga mundaq nasihat qilyapti. Jon bolam, ona tilini unutib qolma. Vaqt chiqarib Uyg'urcha kitoblarni o'qib turg'in dedi. Tilimiz tillar ichida beygiga tusha oladigan birdan bir til. Tilimizga ahamiyat bergin, aqlga ishorat. Mushu kifoya. Bu yerda ulug' vatanimizning kuychisi Qutlug' Shavqining ona til haqida yozgan bir ruboisi bor. Sana bunu eslatib o'tsam, o'shib ketmas deyma dedi. Demak, bu yerda ona tilga bo'lgan bu 1996da, ya'ni bundan 25 yil burun bu odam nasihat qiladi-da bolalarga. Vaqtida Qashqarniki ulamolari
dini ulamaları, ana tili haqida bo'lib an'anaviy ulamaları, masjid imomlari, xotib va kazalar ana tili haqida bunchalik nasihat qilgan ishlarni biz ko'rib boqmadik. Hem o vaqtida madras tili kona, Buxara madras shaklidagi ana tilni asos qilgan. Bizning yeziq ana tilimizni asos qilgan emas u paytlarda. Shu paytlarda deyilyapti-da. Ondaqda Qutlug' Shavqinninki tövendeki she'rini damlam yezib undaq debdi. Ana til bilgen kişinin izzetin qılgım kilor. Ana tilni og'zidan oltin berib olg'um kilor. O ana til bolsa gar Amerika bu Afrikada sarip etip minglacha tilla andim men olg'um kilor. Yoki borg'um kilor deb yozibdi. Mana bu zatning ustozning o'sha ana til haqida bolalar qilgan yaxshi o'git talqinlardan biri. Yana birisi tövende azraq qisqa qilib uchirib beribdi. Qandaq bir rahma, balay, afat, musibat beshiga kelishdan qat'i nazar ikki haramning muqaddasligi, Makka, Madinaning ulug'ligidan bir tasalli topadiganligini, bu orqali o'ziga bir ruhiy bir ozuq bo'ldiganligini tasvirlab, shu Makka, Madinani hurmatlash, qadrlash, Müşen qadrlash haqida Alloh subhanahu va taologa hamd sano etish haqida gap qilib mundaq debdi. Hem shundaqla shu paytlarda xilma-xil qiyin qistoqlar duch kelayotganligini eskartib o'tibdi. Jan qo'zam deydi ustoz. Baytulloh ichiga kirish sharafiga ega bo'libsan. Buni anglab ishimdan xushallik yoshlari taramlab vaqti. Ya'ni bu 1995-yillari Nurullohning şu Mekke'deki Haram institutiga o'qish kirgan vaqti. Bu tunji Uyg'ur shu paytida Haram kirib o'qigan. Bu Rihab Taalaning deydi. Rihab degani bu Allohning uyi demakchi, mehrabi deganda. Rihab Taalaning bu natijasiga deydi. Ya'ni bu atosiga cheksiz hamd sanolar bo'lsin dedi. Kishi hayotida az uchraydigan büyük nimet. Bunun qadrini bilgin balam. Kunde ming vahmi bilen hayat keçirsemmi de. Yani bundaq degeni şu paytida şu maktabni taqiyatimiz deb kundan kunga qiyin qisaq ilinayotgan paytlar. Tahdid qilinayotgan paytlar. Buni keyingi bir ayrim bir tarjima tarix qilib so'zlaymiz. Bu 5'te o'tgan bu paytlarni. Kunde ming vahmi bilen hayat keçirsemmi? Sizlarning rihabi muqaddasda bo'lganliginglar bilan men tasalli topaman. Rihabi muqaddas yani ikki haram. Demak buningda bu ikki haramni hurmatlash, qadrlash, shunaqla davomli shu jafo chekkan, azob uchirgan taqdirdimi bu odamniki Xudo bo'lgan qalbini bog'lash asosida tasalli tepib 20-30 yillik o'zining beshidan o'tkazgan şu azap okubatlarını fakat Allah rızalık için, Xudo rızalık için deb kötürüp sabr qilganligini ko'rib tura olamiz. Bugun bir bet mushinchak sunaydi. Bu xatni yozgan vaqt xitomi salame bikum jami'an dedi. Yani yarım Arapça, yarım Uyg'urcha. Oxirida hammalarga salom. Buni sizlarga duo qiluvchi Abdulhamid Abdullah. Yani dadanglar Abdülhamid Abdullah Abdülhamid ismi. Bu Hicriye 1918 yılı Rabi'us Sani'nin 29. günü. Miladiye 1996 yıl 1. sentabre yüzüldü. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.